Farg'ona Marg'ilonlik kaptarvozlarga zo'r bozor topib qo'ydim. O'zimizni Kirgiliga akalarimiz ochishibdi. Kirgili mashina bozorini oldidan men sizlarga hozir polni ko'rsataman. Kaptarning ishqibozlariga bu videoni tezda tarqatib qo'yinglar mana. Kaptarlarning injiqlari mana akalarimizda. Qanaqa kaptarlar bular aka? Qanaqa? Anjon kaptarmi? Nech pul bu? Bular 1 million deyapti. 1 million. Jupimi yo donasimi? Sho'rva qilsa ham bo'ladimi bundan? Yo'q. Bo'lmaydimi? Faqat ishqibozlikga. Ha, bo'ldi. Mana qaranglar odamning ko'pligini. Mana shu videoyimizda kaptarvozlarga tez yuborib qo'yinglar. Aytda vashcha injiqlari bor ekan. Bu kaptarmi bu? Nimaligini ham o'zingiz hayron qolasiz. Qarang. Videoga tushyotib o'zimiz tomonga qarab olyapti. Buni egasi qani? Ey! Qaranglar. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa. Dushanba, chorshanba, juma kelaverasizlar, soat 18:00 dan boshlanar ekan. Kechqurunda birinchi marta ko'rdim, kaptarvozlar bitta paddeshkani yondirasizlar mana sizlarga zo'r lokatsiyadan bozorlar qilib berishibdi. Bemalol kelib kaptarlaringizni sotsalaring bo'laveradi. Mashagalarmi? Mana. Hamma chiqdi mana.